Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Stormix va bugun sizlar bilan biz bozorlancheriga karta tushiramiz. Keyin bu yerdan birinchi bo'lib do'lantni bosamiz. Telegram. Bu yerdan o'zimizga kerak bo'ladigan lipoy kartani olamiz. Men mana Derenya kompot degan oldim. Bu yerdan tarkibni ko'rish, nusxalamoq chiqamiz. Android data. Bu yerdan pastga tushamiz. Bozorlancher files .minecraft. Keyin bu yerdan saves bo'limiga o'tib tashlab olamiz. Tak, endi biza o'rnatildi bu. Men уже buni o'rnatgandim, yana bir marta tashlab qo'ydim. Sizlarga ko'rsatish uchun bu yerdan chiqib, endi bozorlancherga kiramiz va bu yerdan chiqib to'g'ri playni bosamiz. Hech qayoqqa kirib o'tirmanglar. To'g'ri o'yinga kirishni bosib ketinglar. Так, mana biza kirib oldik. Keyin mana bu yerda одиночная игра degani bor. Bosamiz. Hozir tak, bu yerda bizni o'zimizni kartamiz bo'lishi kerak. Ha, mana. Va kartaga kiramiz. Tak, mana biz kompot qishlog'idamiz. Hozir sizlarga uylarni birma-bir ko'rsatib chiqaman. Mana kompotning o'zini uyi, bu birinchi uy. Mana bu yana bitta uy. Keyin mana ferma. Hamma narsa o'xshash bir-biriga. Bir xil. Mana bu menimcha videosidagi merda uyi bo'lsa kerak. Ha, o'sha. Agar esimda bo'lsa, mana shu uy edi. Tak, mana bu yerda fakel tushib qolibdi. Tak, mana ferma va yana ikkita kladovka. Keyin mana bu yerda yana qolgan uylar. Hammasi kompotni qishlog'i. Keyingi videoda nima o'rnatishni o'rgatishimiz kerak, yo shadermi yoki boshqa kartani o'rnatishni o'rgatishimizni xohlasanglar, mana shu videoga 10 ta layk qilsanglar, men davomini chiqaraman. Bu kartani men ofitsialniy Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanal ofitsialniyada bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, layk va obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Stormix bo'ldi.